loyihamizning nomini yetakchi ustalar deb nomladik. Instagramda bizning vaqtimiz chegaralangani, botda chegaralanmagan. Xohlaganimizcha, xohlagan mavzuda, xohlagan videodan kelib chiqqan xulosamizni bemalol yoritsak bo'ladi. Men o'ylaymanki, hamma sohada bu narsa bo'ldi. Ya'ni suhbatlar uyushtirilyapti, hamma xohlagan sohasida. Lekin ustachilik sohasida hali bo'lgani yo'q. Ustachilik shunaqa soha ekanki, shohga ham uyga kirasiz, meni olim ulamoni uyiga ham kirdik, okey. Kambag'allik ham uyiga kirdik. Birni ko'rib shukr qilasiz, birni ko'rib zikr qilasiz. Siz qanaqa qilib bunaqa katta natijaga erishyapsiz? Bu 94 ta obyekt kichkina narsa emas. Menda xato qilsam, boshqa qilsam, Allohga behisob shukr, har doim uyimdagilar poddershka qilgan. Ishlagan odamda xato ko'p bo'ladi-da, haqiqatan. Biz o'zimizda ham xato ko'p. Bularda ham hozir e'tirof qilyaptilar, lekin biz ham ko'p eshitganmiz. Sababi nima shu? Endi bizning o'zi maqsadimiz, ustachilikka kirishdan maqsadimiz halol bo'lsa, rozilik bo'lsa, hammada baraka bo'lsin. Tasavvur qilaylik, ustachilik bir kun kelib tizimlashtirishga o'tadi desa, kim o'ylabdi deysiz? Xabaringlar bor, biz mana shu 2 yildan beri Instagramda o'zimizni faoliyat yurg'izib kelayotgan bo'lsak, bizani auditoriyamizning asosiy qismi o'zimizga o'xshagan usta aka-ukalarimiz bo'lishadi. Bizani kuzatib boradigan usta aka-ukalarimiz uchun Muhammad Yusuf akamiz bilan ajoyib bir loyiha tashkillashtirganmiz. Bu loyihamiz haqida hozir o'zlari qisqacha tushuntirib beradilar. Muhammad Yusuf aka, bu loyihamizdan maqsad nima? Loyihamizning nomi nima? Assalomu alaykum. Avvalambor o'rtoqlar, biz Fayoz akam bilan Mega Master jamoasi Fayoz akam bilan Xudo xolasa bir xayrli ishni boshladik. Bu narsani anchadan beri o'ylab yurardik. Alloh bugungi kunga nasib qilgan ekan. Loyihamizning nomini yetakchi ustalar deb nomladik. Xudo xolasa bot, ya'ni Instagramda bizning vaqtimiz chegaralangani, mana 1 minutlik videolar gapirishimiz kerak, 1,5 minutda yetkazib berishimiz kerak. Botda chegaralanmagan. Xohlaganimizcha, xohlagan mavzuda, xohlagan videodan kelib chiqqan xulosamizni bemalol yoritsak bo'ladi. Men o'ylaymanki, hamma sohada bu narsa bo'ldi. Ya'ni suhbatlar uyushtirilyapti, hamma xohlagan sohasida. Lekin ustachilik sohasida hali bo'lgani yo'q bu narsa. O'shaning uchun anchadan beri o'ylab yurardik, ya'ni o'sha ishlanayotgan videolarga, ya'ni qanaqadir munosabat bildirsak ham mana shu yerda ko'rib chiqsak bo'ladi degan ma'noda. Kimgadir tosh otish ma'nosida emas. O'sha insonni o'zini olib kelib ham, ya'ni o'sha mavzularni yana batafsil yoritishga imkoniyat o'tdi. Keyin shu ma'noda ko'p o'ylab yurardik. Mana bugunga nasib qilibdi. Bismillah deb boshladik. Va bugungi birinchi mehmonimiz yetakchi ustalardan bittasi deb bilamiz. Izzat Farhod ukamiz, qadrdonimiz o'zimizni taklif qildik. Hozirgi kunda o'zi yosh bo'lishiga qaramasdan yetakchi ustalardan bittasi deb bilamiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Avvalambor shunaqa e'tiborga nima qo'yganiga Allohga behisob shukr. Qanchalik darajada loyimiz, shu joygacha kelamiz. Sizlar ham qilgan, reja qo'ygan loyihalar Alloh xayrli qilsin, muborak qilsin, davomiy bo'lsin, to'xtab qolmasin. Bitta tarixni aytib ketsam maylimi? Mayli. Birinchi songa chaqirilish kerak bo'lgan mehmonni juda ko'p o'yladik. Deyarli mana bu anaqani Fayoz akam bilan gaplashganimizga 1 oy bo'libdi. Boya qaradim, 1 oy bo'libdi. Birinchi songa birinchi o'zimiz chiqishimiz kerak edi. Yo'q, biz mayli birinchi songa mehmon chaqiramiz dedik. Tarix shundaki, men bularga aytdim, aka, birinchi songa kimni aytamiz? U inson shunaqa inson bo'lish kerak. Ya'ni qaysidir ma'noda xohlagan loyihangizga birinchi inson loyiq bo'lish kerak-da, ya'ni har taraflama. O'yladik, anaqamiz ko'p, nomzodlarimiz ko'p. Fayoz akamdan so'rasam, Fayoz akam ham endi men malarlardan bo'lmasin deb sizga aytmadim. Meni qalbimda ham bor edi. Fayoz akam, men bitta Farhoddan aqonman dedilar. Nima deydi? Munosib bo'lyapman dedilar birinchi songa. O'sha yerda men xursand bo'ldim. Ya'ni men aytmasdan turib bular aytdilar. Birinchi keyin men ichimdagina aytdim. Aka, shu malarlardan bo'lyapti. Bular o'zga chiqardim-ku sohasi. Malarlardan bo'lyapti demasin indamay turdim. Ichimda shunaqa edi. Yaxshi bo'ldi. Lekin shunda ham to'xtab qolmaylik. Yana agar yaxshiroq anaqamiz bo'lsa, uni ham chaqiramiz dedim. Va buni siz o'zingizga ham aytdim. Endi shu yerda samimiyatingizga bitta gap yo'q deyman. O'zlari ham aytdilar. Aka, mana shunaqa, lekin boshqa variantni ham o'ylab ko'ruvdik desam aytdilar. Aka, agar mendan ham ko'ra munosib inson bor-u, deyaptilar. Chaqirsangiz men xursandman, xafa bo'lmayman dedilar. Bu samimiyati cho'qqisi.
Xo'p, aka, men o'sha siz bilan gaplashganimizda bejizga bularni aytmadim. Misol 2 yildan beri bularni taniydigan bo'lsam, bular o'zi Instagramda unaqa ko'pchilik bularni tanimaydi. Ya'ni Instagramda faoliyat yurg'izib, chiqib gapirmaydilar. usta olamida tanishadi. Ha, lekin Malarlar. ustalar taniydi bularni. Deyarli yaxshi, juda ko'p ustalar taniydi. Sababi bular o'zi haligi hozir nima desam bo'ladi, patxalimlik boshqada emas. Biz o'zimiz ham bular bilan ishlab kelyapmiz, ish oldi berdi qilamiz. Bular qilayotgan natijalar kichkina narsa emas-da. Misol ob'yomlar, bular topshirayotgan ishlar, keyin bularni mana shu malyarka sohasidagi tajribalarni men chetdan qaraganda oddiy gipsokartonchi usta bo'lsam ham, bularni men tajribalarini ko'rib o'zim mana shu loyihaga birinchi soniga bularni taklif qilaylik. Kerak bo'lsa mana sizlarni malyarka sohada men ortiqcha gapira olmayman. Hamma kraskani ishlatib ko'rganlar-da. Ha. To'g'rimi? O'zingiz ayting. Har xilini ishlatib ko'rganlar, tajriba. Shunaqa. Bu katta narsa bu. Shunaqa. Bitta brendga bog'lanib olishlik boshqa narsa, lekin bu har xil brendda ishlatib ko'rib, xalqimizga kerak bo'lsa budjetnisini tavsiya qiladilar. Kerak bo'lsa o'sha premium segmentdagilarni tavsiya qiladilar. Insonlarning o'zining holatidan, sharoitidan kelib chiqqan holatda. Mana endi o'zlariga so'z beramiz. Bu malyarka sohasiga qancha bo'ldi yurg'izib kelayotganingizga? Hop, biza o'zi ustachilikka kirib kelishimizga ham sabab qiziq bo'lgan. 2013-yilda maktab paytida bo'ladi o'zi. 8-sinf bitirgandan keyin qanaqadir oilaviy sharoit yoki sho'x bola bo'lganmiz ozgina. Borani o'zing tirikchiligingni qil deydi. Shunaqa vaziyat bo'lib kirganmiz-da. Allohga behisob shukr, o'zi ota-onamiz yaxshi oilada tug'ilganmiz. Yaxshi pul topganlar otam. Haligacha pul topadilar. Umrlari uzoq bo'lsin. Men o'ylayman, qanaqadir siz aytyapsiz, YouTube yokida ob'yom deyapsiz. Mana bitta suyanadigan narsam bor, hozir aytib ketaman. Menda xato qilsam, boshqa qilsam, Allohga behisob shukr, har doim uyimdagilar podдержка qilgan. Okay. Menda har doim shans bo'lgan, ya'ni. Tushunasizmi? Xato qilishdan qo'rqmaganman. O'zi ko'pchilik biladi, taniganlar. Shunaqa joylarga kirgan ustachilik shunaqa soha ekanki, shohni ham uyiga kirasiz, meni olim ulamoni uyiga ham kirdik, okay. Kambag'alli ham uyiga kirdik. Birni ko'rib shukr qilasiz, birni ko'rib zikr qilasiz. Mana shunaqa paytlarda ko'rib, xatolar qilib o'tib keldik. Shu 2013-yildan beri ish yurg'izganmiz. 2019-yildan boshlab alohida o'zim ishlashni boshlaganman. Mana hozirgi kunda o'rtacha 10 tadan 15 tagacha obyekt baravariga ish yurg'izamiz. Yillik nimamiz, rezultatimiz yiliga 100 ga yaqin. Oldingi 25-yilda 94 ta obyekt bilan yilni yakunladik. Hozirgi 2026-yilda 33 ta loyihani уже tamomlaganmiz. Qolganlari protsessda ketyapti. Alloh davom etsin, ko'zchilik. Amin. Endi ustachilik shu aytganimdek, yoki shunaqa kasb ekan, sizni Instagram shunaqa rivojlangan hamki, hamma sizni har xil ko'radi-da. Yoshingizga yoki meni qilayotgan obyektlaringizda ozgina andishani otini qo'rqoq qo'yish degan narsalar paydo bo'lib qolgan. Endi biz o'zimiz ishdan chiqdik-da, o'zimiz ishlamayapmiz, alohida odam ishlatyapmiz, boshqa qilyapmiz. Hamkorlik, ishchi ma'nosida emas, hamkorlik qilib ishlayapmiz. Kelgan ishlayotgan ish davomida siz o'zingizning talablaringizni qo'yasiz-ku. Shunaqa vaziyatlarda ko'pchilik dosh bermay, yomon otlan bo'lib qo'yamiz-da, okay. Siz aytdingiz bir xil ko'pchilik taniydi Instagramni o'zimizga ham dos. Bir xil bizani yomon nom bilan taniydi. Lekin shunaqa yaxshi nom bilan. Sizni nimaga shunaqa ko'pchilik o'sha aytganingizda endi ko'p ishlagan odamda xato ko'p bo'ladi-da, haqiqatdan. Biz o'zimizda ham xato ko'p. Bularda ham hozir e'tirof qilyaptilar, lekin biz ham ko'p eshitganmiz. Sababi nima shu? Biza shu aytganimdek talablarimiz bor. Bizlar bilan ishlaydigan hamkorlik qilayotgan odamlarning ham bizani vazifalarimiz bor, ularning vazifalari bor. Kelgan biza ish olayotganimizda shunaqangi olamiz. Biza o'zimizni bo'ynimizdagi narsalar, uni deylik, misol uchun bitta uyga kirdingiz, o'zingiz qurilishda, narsalarga ziyon tekkizib qo'yishimiz kerak, vaqtiga xiyonat qilmasligimiz kerak, pulli masalalarda. Xuddi o'sha narsani biz klient bilan kelishib olganimizdan keyin qo'limizda ishlayotgan odamlar bilan ham kelishuvlarimiz bor-da. Keyin ular bilan ishlayotgan davomimizda talablarni buzib qo'yishsa, keyin ustachilikda bilasiz, oldindan pul so'rash yoki pulli masalalar shunaqangi bo'lib qoladiki, ya'ni o'zini oshxonasini sizga gapiraveradi-da, yoki bunga
biza oldindan pul bermaymiz. Uje to'ydim, okey. Ochuvchi aytaman. Biz ham shunga o'tganmiz. Uje ochuvchasiga aytaman, to'ydim. Sababi birovga yaxshilik qilaman deb turib, ko'p yomon ko'rinib qolganman, juda ham ko'p. Tangani ikkita tomonini ko'rmaydi hech kim. Bitta tomonini eshitib turib, chunki sizda qanaqadir men bilmayman, meni ko'rib turishadi-da, xato qilishimni poylab turib, nimadir xato qilib qo'ysam, ikkinchi tomonni eshitmasdan turib shundoq nomni yomon qilib qo'yishadi. Men ayta olaman, bemalol kimda shunaqa gumon bo'lsa, yani hozir o'tirimiz-ku. Shunaqa kelib o'tirishsa, mehmon bo'laylik, gapira olmaydi, okey, unaqa. Ani fakt bilan gaplasha olmaydi ko'pi. Bizda bo'lgan, okey, mana 25-yillarda ham ozgina muammolar bo'lgan. Ustalar emas, naborot biznesmenlar bizani ancha qo'llab, bizga poddershka qo'ygan joylar bo'lgan. Men o'shanisiga achinganman. Masalan, oldi berdi masalalarda, boshqada biza ishda qanaqadir muammolarga kirib qolgan paytimizda qadrdon biznesmen akalarimiz bor. Shu qurilishda emasdi. Qurilish stroy material sotadigan, boshqa qiladigan shunaqa joylarda menga ustalardan emas, shunaqa akalardan poddershka olganim menga qanaqadir achinarli bo'lgan. Lekin xatoliklar bo'lgan, to'g'rimi? Bo'lmagan emas. Tan olaman bo'lgan. Bu qanaqaki, men klientdan pul olib qo'yib turib, yeb qo'yib unaqa narsa bo'lmagan. Xato qilganmiz, kelishuvdagi narsani qilib bera olmay qolgan joylarimiz bo'lgan. Shunaqa joylarda mijozni rozi qilib, pulini olmasdan turib, bu yoqda ustalar bilan lekin murosani qilib ketganmiz hamma joyda. Hamma joyda. Bemalol. Endi sizga savol. Mana anchadan beri shu malyarka bo'yoq sohasida faoliyat yuritib kelyapsiz. Shu aytyapsizki, yiliga 2025-yil o'zi 94 ta obyekt topshirdik bir yilda. Bu katta natija. Uni ichida okey 20 ga yaqin uchastka, okey. 1000 plus. Bu katta natija bu narsa. Endi savol qanaqa? Savolni mag'zi qanaqaki? O'zi savoldan maqsad siz qanaqa qilib bunaqa katta natijaga erishyapsiz? Bu 94 ta obyekt kichkina narsa emas. Mana o'zim mana gipsakarton qilaman. Juda ko'p joyga boramiz. Bizda ham 7 ta 8 ta brigada hozir faoliyat yuritib kelyapti gipsakarton sohasi bo'yicha. Oxirgi mana shu 2 oy ichida 3 ta obyektda ro'para keldik siz bilan. Gipsakartonni qilyapmiz. Malyarni Farhodni bolalari qiladi. Malyarkani Farhod qiladi. Men aytayapmanki, mana har qayerda bu quruq gap emas, bu natija bor-da, natija bu yerda ko'rinyapti. Qanaqa qilib shu natijaga chiqib kelyapsiz? Yana bir masalan qiziq tomoni bor. Qarang, bular Instagramda deyarli faoliyat yurg'izmaydilar. Hali hozir mana nomi chiqqan aka-ukalarimiz bor, Instagramda ko'rinishadi, boshqa qilishadi-ku. Ularni ayta olamiz-da, ularning har qayerda 10 ta brigadasi bo'lsa, yashay, buni 10 ta brigadasi bor, eplayapti deyiladi. Bular Instagramga ahamiyat ham bermaydilar. Lekin natija gapiryapti. Nima, qanaqa qilib bunaqa natijaga erishyapsiz? Bizdan kuzatgan ko'pchiligi qiziqdi. Gapingiz bo'lib qo'ydim, qarang. Bizda mana Izzatov guruh deb jamoamiz nomlaganmiz. Mana mana shu narsani men bizani o'zimiz uchun endi tizim deb nomlab qo'yganmiz. Biz ogohlantirish har dushanba, shanba kunlari jamoa bilan ustachilikda bunaqa narsa menimcha kam ko'pchilikda yo'q desa ham bo'ladi menimcha. O'tda hafta davomida qiladigan ishlarimiz, kim yaxshi ishladi, davomati qanaqa. Ustachilikda faqat siz qo'lingiz bilan qiladigan mehnatingiz emas-da. Biz servis sotamiz, okey? Xizmat ko'rsatish sotamiz. Klient bilan muomala, mijoz bilan yokida o'sha aytganimdek, meni obyektda uni tozaligi, okey. Keyin qanaqadir muammolar bo'lib qoladiki, pulli temalar. Ya'niki, o'zi ishlaydigan joylarimiz yaxshi joy, misol uchun uylarni qurib qo'yganda har xil vaziyat bo'lib qoladi. Mijozda pul yo'q bo'lib qoladi, boshqa shunaqa paytlarda biz o'zimiznikini davay pulimni ber, unaqa demaymiz-da. Sabrmi? Sabr, kutamiz, servisimizni sotamiz, okey? Shunaqa mijozlarimiz bor, 2020 dan beri ishlab kelayotgan mijozlarimiz bor. Tushundingizmi? Yana shunaqa bitta odamga kerak bo'lsa 5 ta 6 talab xizmatini qilib beramiz. Bizga Instagramdan kerak emasligi, shu bitta qilgan mijozimizni ushlab qovurishda, maqsad shu. Qarang, mana shu narsani to'g'ri qo'ygan. O'z boyi bekorga aytmadim, o'zi aytdimmi yo'qmi kirish qismida. Yosh bo'lishiga qaramasdan katta natijalarga erishyapti. Shu boshida ko'rganda ham aytganman. Ya'ni tizimlashtirishda ko'p narsa olganman. Hozirgacha ham olamiz. Tasavvur qilinglar, ustachilik bir kun kelib tizimlashtirishga o'tadi desa, kim o'ylabdi deysiz? Birinchilardan bo'lib, ya'ni o'qigan, ko'pchilik bilmaydi endi, aytayapman bu yerda va amalga oshirib kelyapti, natija ko'ryapti.
Biz ham u narsasidan foydalanamiz. Ya'ni o'sha o'qib chiqqan bilimlardan har qatdan o'rtoqlashamiz ko'p masalalarda. O'sha hozir aytasiz-ku, ko'pchilik qilmaydi, ya'ni obxod masalasini. Shanba. Dushanba kunlari o'sha obyektlarimizni aylanib chiqamiz to'liq. Nechta obyektimiz bo'lsa, hammasini aylanamiz. Hafta davomida qilinadigan ishlarni belgilab beramiz bolalarga. Har shanba kuni keyin aylanamizda o'sha bo'yicha tekshirib chiqamiz. Qani nima ishlarimiz bo'ldi, nima ishlarimiz bo'lmadi. Oldinda qanaqa muammolarimiz bor bizlar. Xuddi shunaqa aylanib, ko'rib, keyin mijoz bilan ham ishlaganda puli ko'p odamga, ochiqchasiga aytganda punktuallik yoqadi-da. Ya'ni nimadir muammo bo'lib qolsa, siz uni keltirib bilishingiz kerak. Shunaqa. Deylik biza mijozga oldik, mana u srokli ishdan tanishadi, eshitgan bo'lsangiz. Srokka bitirib berish yoki nerealniy joylarda, vaqt bitirib bo'lmaydigan joylarda bitirib chiqib ketganmiz. Mana oldingi Ramazon hayitida ham, jamoamdan xursand bo'lganim, ertalab 5:20 gacha ishladik. Instrumentlarni tushirib, hayit namoziga chiqib ketdik. Story qo'ygan. U odam juda ham znamenitoy odam, bilasizmi, kimligi. Instagram sohasida O'zbekistonda juda mashhur odam. Ofisligida shu va'da qilinuvdiki, hayitni ikkinchi kuni bitirib beramiz, va'da qilingan edi. Va'daga vafo qilib, ertalab ishladik. Bu yerda jamoamdan shunaqangi xursand bo'lganim, yosh bolalar o'zi asosan, bilasiz, jamoada. Aka, mana shunaqa muammo bo'lyapti desam, bo'ldi, biza bormiz. Ertalab kecha ishlab, chiroyli qilib chiqib ketdik-da, Hammasi bu yerda jamoani qanaqa ushlab qolasan desangiz, ularga vazifa qo'yganingizdan keyin ularni yana rag'batlantirish ham kerak-da. Shu aytdimki, dushanbadan shanbagacha bo'lgan vaziyatda hafta davomida bizada ishga nechida keldi, nechida ketdisi bo'ladi bizada. O'sha bo'yicha ko'rib chiqamizda, aytib qo'yganmiz ularga. Hammasini to'liq vazifani qilib qo'ysa, biz rag'batlantirib turamiz. Ya'ni kerakli ishga kerakli bo'ladigan instrumentlar bilan yoki-da o'zi uchun ishlatadigan narsalarni biz rag'batlantirib turamiz. Tarbiya masalalari ham bizda ishlagan odamlar bilan iloji boricha muomala madaniyatini yo'lga qo'yamiz. Chunki yosh bolalar ko'proq pul topadi-da, bizilib ketish ehtimoli ko'p bo'ladi. Keyin endi ustamiz uchalamiz ham ustalarning tilida gaplashadigan bo'lsak, hozirgi kunda mana ko'pchilik usta aka-ukalarimiz mediaga olib chiqishadi har xil masalalarni. Ya'ni birinchi masala, buni imminni siz bilan gaplashayotganda bu mavzuni ochishimdan maqsad nimaligini ham o'zingizdan tushunasiz. Obyektni mana aytasiz, etilgan vaqtda bitkazib beraman, harakat qilib. Boya gaplashyapmiz, aka 3 kun oldin, 4 kun oldin va'da qilgan vaqtimizdan oldin ham bitkazilgan. Lekin malyarka sohasida juda ham qiyin. Etilgan muddatda obyektni topshirish, ya'ni buyurtmachiga. Sizlarda ham shunaqa vaziyat bo'lganmi? Haligi ishni vaqtida bitkazgansiz, uy egasi, например, $5000 dogovor qilgan bo'lsa, siz bilan, "Voy, mana shuncha 10 kunda, 20 kunda shuncha pulimni olib chiqib ketasan." Yo'q, bo'lmabdi. Mana bunchasini ol. Senga shu kuningga shu yetadi degan vaziyatlar bo'lganmi? Oldindan bitkazib qo'yganingizda. Naborot qo'shib berganlar bo'lgan. Menimcha o'ylayman, unaqa do'g'rilar o'tib ketgan deb o'ylayman. Qo'shib berishlar. Shunaqa. Keyin o'zi yaqin 3-4 yil ichida o'zi ustachilik sohasida narx-navolar juda ham oshdi. Bittada oshib ketdi. Sifatan shunga. Xuddi shunaqa. O'shanga yarasha hozir ustalar chaqlanayotgan payt u narxga loyiqmi o'zi, u loyiq emasmi? Yashang. Buni o'zi bitta mavzu. O'zi bitta katta mavzu, chuqur mavzu. Muammo hamma joyda bor, hal qilsa bo'ladi. O'shani murosa qilish o'zi muammo. To'g'ri yechim qilib, mijoz bilan to'g'ri muomala qilib, kelishib ketsa bo'ladi. Shunaqa vaziyatlarda biz ko'p ko'ryapmiz. O'zimizda bo'ladi-da. Bizlar bilan ishlanadi, bolalarga topshiramiz, mana shu joy qilamiz deymiz, kelishuv qilamiz. Ishonasizmi? Men qila olmayman. Bo'ldi, men shotgacha edim deb shuni aytgan odamlarni ko'rdik, Yaqinda bo'lgan narsa bir obyektimizda ishni o'xshatisha olmadi, bolalarga ishonib topshirdik. Bizlar bilan ishlaydigan bolalar ham ishonchim qolmagani 3 ta obyekt yo 5 ta obyekt bermaguncha xulosa qilmaymiz, ikkinchi marta qaytib kelsa olmaymiz. Bizning jamoadan chiqarilgan odamni yana qaytib kelsa biz olmaymiz. Shunaqa vaziyat bo'ldiki, bolalarga ishonib topshirdik, ishlashdi. Endi ish davomida xatoliklar bo'ladi. Mebelchilar
santexnik, elektriklar ozgina ish ko'paytirib qo'yishganda. Endi siz mijozga aytolmaysiz-ku, bor boshqa odamga qildirib yuborgin deya olmaysiz-ku. To'g'irlab berildi. To'g'irlanganda uni ogohlantirganmizki, okey, qilingan ish, keyingi qilingan ish bilinib qoladi. Bunga ham tayyor bo'lishgan. Lekin undan qoniqishmadi. Ular aytishyaptiki, siz bilan kelishuvimizda chiroyli qilib beramiz degansiz. Ha, qilib beramiz deganmiz. Menga yoqmadi. Mamnun emasman. Endi bizani o'zi maqsadimiz, ustachilikka kirishdan maqsadimiz halol bo'lsin, rozilik bo'lsin, hammada baraka bo'lsin. O'tda klient norozi bo'lib turibdi. Biz babi qilamiz unaqa joyda. Ana ustaga aytayman, do'stim, qilib bering. Yo'q, aytayaptiki, hozir ishim bor, srokli joyim bor. Vaholanki pulli masalada meni boya to'xtagan. Ya'ni topshirgan odamingiz jamoada. Ha, pulini olib bo'lgan. Tushunasizmi? Menga bu keyingi xarajat. Men aytaymanki, do'stim xatyabi buzib bergan. Men boshqatdan qildirtiraman. Desam, unga ham yo'q-da. Yoshi katta odamlar shu o'zlarini Toshkentlik bolalar-da. Bunaqa holatlar ham ko'p. Ha. Shunaqa vaziyatlarda bizani nomimiz yomon bo'lib qolmasligi uchun biz oldimizdan pullarga tushganmiz. Ustachilikdan men tushgan pullarimga hozir men sonini pulini aytmayman. Shunaqangi pulki, okey. Ustachilikdan ham shunaqa pulga tushish mumkinmi deb qolasiz, okey. Keyin bitta masala bor-da. Men juda ko'p obyektlarda mana o'zingizlar xabaringiz bor, ishlaymiz. Instagramdan ko'rsatamiz obyektlarimizni. Borganimizda buyurtmachilar, ya'ni uy egalari aytishadiki, ustalar ham uy egasini qurib qo'ygan uyiga, o'sha uy egasini minayotgan mashinasiga qarab narx aytadigan bo'lib ketibdi, deb savol berishadi. Mijoz aytadi. Mijoz aytadiki, menga ukam deydi, nechta ustani chaqirsam uyimga deydi, kelyapti-da, qurilgan uyimni holatiga qarab, minayotgan mashinamga qarab narx aytyapti. Rostdan shunaqami? Aytaman, nimaga asoslanib aytyapsiz? Desam, bittasi kelib buncha aytsa, ikkinchisi kelib undan ham qimmatroq aytyapti narxi. Sizda shunaqa emasmi? Rostdan endi bu savolni berishimdan maqsad ustamiz-ku. Sizlarda ham shunaqa holat bo'ladimi? Rostdan ham ustalar o'shani uy egasini qurib qo'ygan uyini holatiga qarab narx aytadimi? Minayotgan mashinasiga qarab. Bizani YouTube tomonimizni aytaman. Bizga mijozimiz nima ish qilishi, shaxsiyatiga o'tmaymiz umuman. Bolalarga ham tayinlab aytamiz. Shaxsiyatiga o'tilmaydi. Ya'niki oilasi, nima ish qilishi, yaqin birodar bo'lib ketmaymiz ish davomida. Biza siz aytgandek mashinasiga yoki uyiga qarab emas, ish holatiga qarab turib, suvog'i qanaqa, deylik, o'zimizga taalluqli bo'lgan narsalar bilan ishimiz bor, qolgan narsa bilan ishimiz yo'q. Shu bitta narxlar o'zi belgilab qo'yilgan, o'sha narx bo'yicha ish ketadi, bo'ldi. Hozir meni endi videoda aytib ketamiz, bitta juda ham xayrli ish boshlaganmiz. Xayrli deganda qanaqa? Men o'zim uchun o'ylaymanki, katta yutuq deb bilaman. O'tda meni podshoh dediga, boya podshohlar, o'tda ulamolar o'tiradigan xonada, meni yaqinda boshlaymiz Islom sivilizatsiya markazida. Hazrat xonalarini o'zi qilgan odamlarni juda yaxshi taniyman. Yonida boshqa davlatdan keladigan kengash vakillari, muftiylar, ulamolar. Hozir uning loyihasini meni bugun chiqdi, yolg'on bo'lmasa. Hozir qo'limizga oldik, o'zi Jasir ham tashib beribdilar. Shu darajadagi yetganimizga men daraja deganda qanaqa zo'r emas, o'zimni ishimda men shunaqa joy, tarixiy joyda endi u joy. Tushunasizmi? Tarixiy joy u. Boshqa davlatdan ulamolar kelyapti, muftiyot. To'g'rimi? O'zi ozgina oldin o'ylab turdim deyotdilar. Kechga oldin xayolimda o'tdi. Ana videolarni ko'rdimda, Islom sivilizatsiya markazi ochilibdi, juda zo'r, ko'rib maza qilyapman, boraman deyotgandim-da. Videolar bilan boraman deb turdim. Oradan 2-3 kun o'tmadi. Okey. Qanaqa joy, misol uchun menga sharafli-da u. Men uchun sharafli. Siz xursand bo'layotganingiz o'tga sizni hissingiz qo'shilyapti. Sizlarning jamoalarning xizmatidan foydalanishyapti. Bu yerda katta natija, katta unda shunaqangi e'tiborki, qanaqa odam bo'lib kiryapsiz o'tga? O'shanisi muhim. Qanaqa odam bo'lib kiryotganingiz muhim. Telefon bo'lyapti-da. Farhod aka o'tda o'zi qiladigan odamimiz bor edi. Biza qanaqa odamlarga tenglashayotganimiz meni xursand qilgan narsa. Okey, qiladigan odamimiz boshqa davlatda elchixonada ishi bor. Tushunasizmi? O'sha yoqqa ketib qopti. Bu yerda men sizni uyimda ishlatganim uchun mijozimizga, mana shu joyiga sizni loyiq ko'rdim. Sizni jamoangizga ishonaman.
yoki shu joy qilib bering deyishdi. Bu qanaqa narsa? Xursand bo'lasiz, tushunasiz? Albatta. Shuna. Endi shunaqa narsalarni eshitganingizdan keyin bu kibr ma'nosida emaski, mana bu yoqda sizni kimdir nimadirlar deb tashiydi, mashinnik deydi, yolg'onchi deydi, ikkinchi tomonni eshitmasdan turib, unaqa narsalarga men nima qilmayman, okey? E'tibor qilmayman. Nima desa deversa, agarda nimadir gapi bo'lsa, adresimiz bor. Ko'chib ketmaganmiz hech qayerga, Hasanboy bolasiman. Kesinda shunday yuzimga gapirsin, o'tiramiz, xatoyim bo'lsa tan olaman, okey? Choy ustida hal qilamiz hammasini. O'z buni bir alohida bir video qilib ham gapirib chiqmoqchi edim. Mana sizlarda ham malarka bo'ladimi, gipsokardon, santexnika, elektrika, kafil bo'ladimi? Hamma sohada siz gaplashasiz, ba'zi qo'shimcha ish bo'ladi. Ba'zi qanaqadir ish qo'shilib qoladi. Shunaqa paytda klient tarafga ba'zi qo'pol bo'lsa ham aytaman. Nima deydi, nima chiqarganda xabarga nima qilib tashlashadi? Qo'pol qilib berganda, ya'ni qo'shilayotgandan keyin insof qilib ber yoki agar o'sha pulni iloji bo'lsa bonus qilib ber deyman men. Klient davomiyligini ta'minlab beradigan narsalardan bittasi deyman, sen ishingni eng kamida sifatli qil deyman. Bolalarga aytaman-da, sen uyda o'tirib qolish xohlamayapsan, eng kamida sifatli. Unga qo'sh olsang tezroq qil. Sifat. Agar yana nimadir qilib bera olsang, bonus qilib ber bir nimani deyman. Himmatli bo'lish kerak. Qarang. Men shu kasb tanlashimga sababchi bo'lgan siz mahallangizda insonni aytmoqchiman. Shu inson aytganlarda o'zlari ishlatgan nimadir bab bonus qilib bering, nima deydi, esdalik bo'lib qolsin shu kishi, siz eslab yursin. Agar o'sha qo'shilayotgan ishlar ko'p vaqtingizni talab qilmasa, agar o'zingizdan kasbingizda ehsoni bo'lsin, uy egasi nima ish qilishdan qat'iy nazar, qanaqa mashina haydashdan qat'iy nazar, mana shu narsalarni agar qilar ekan, men o'zim uchun tuzganman deb bu narsani klientga davomiyligini aytmoqchiman-da. U o'zi qildirmasa ham o'rtog'iga yo do'stiga yo qudasiga aytadi-da, mana shuni qildirgan deydi. Ham vaqtingdan yutar ekansan, ham sifatli qilar ekan, keyin mana bu narsalarni ham hisoblamadi deydi. Yana nima kerak? Shu joyda qadriyatga qaytaylik. Qisqa gapiraman. Mana dodamlar usta bo'lganlar. Adamlar ham dodamlar bilan birga yurganlar, usta bo'lishgan. Xo'p, adamlar aytib berarlarki, shu o'g'lim deydilar, men yoshligimda dodanglar bilan duradgor bo'lishgan-ku oldinlar. Asosiy duradgor ishini qilishgan-da. Tom yopishgan, fanerlar qilishgan, duradgor ishlarni qilishgan. U paytda mana bunaqa elektro apparatlar, instrumentlar yo'q, qo'l mehnati bilan qilingan hamma narsa. O'g'lim deydilar, ishi oxirida, ish tugaganda uy egalariga bir xon taxta, bir hozir taburetka deydigan bo'lsa, taburetkalar yasab berardik deyiladi. Ishi oxirida. Qimmatda u narsa. Ishimizning ehsoni. Shu insonlar xursand bo'lib qolishardi. Qarang. Ustalar o'zi qimmatli bo'lish kerak-da. Ya'ni qaysi ma'noda? Mana xato qilindi, boya zo'r gapimiz qoldi o'zi. Biror bir obyektda xato bo'ldi. Qanaqadir dizaynerskiydan kelib chiqqan holatda joy o'zgarib qoldi. Email-sizlarning sohiligi juda ko'p malyarkada bo'ladi u. Uyib tashiydi, kesib tashiydi devorlarni. Ana shu holatda imkon darajasida ikki tomon kelishib, usta ham qimmatli bo'lish kerak-da. Yo'q, menimcha pul berasan, menimcha bo'lsa qilib beraman, bo'lmasa men tegmayman, nima qilsang qilib, darrov haligi konfliktga ketib qolinadi u vaziyatda. Boyagi mavzuga qaytamiz, yana anu ustalar bilan aytdingiz-ku, ogohlantirishlar bo'ladi. Mana shu joyda men o'zimiz birga ishlaydigan odamlar bilan tushunmovchilik bo'ladiki, siz aytasiz-ku, peridelka masalasi. Uni biz qo'shimcha ish deb aytaylik, qo'shimcha ish bo'lib qoldi. Bizlar bilan ishlaydigan odamlar meni muomala qildingiz, andishani otini qo'rqoq qo'yadigan bo'lib olishganda, o'zi mijozga ro'para qilib qo'ysangiz shu odam u narxi etolmaydi, yaqiniga kelmaydi. Yaqiniga kelmaydi, даже etolmaydi uni. Tushunasizmi? Lekin sizga aytadiki, siz etolmaysiz uni klientga. Shunaqa narxlar olishadi, etolmaysiz-da. Qanaqa qilib aytasiz? Uyalasiz. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan, men oldimdan berib o'rganman. Qanaqa qilib aytaman bu summani? Ammo men yo'qda mani haqqim, peshana ter qotmasdan berish kerak deb turib olishadi. Boyga gap chiqadi. U noto'g'ri narsa. Maydalashib ketiladi, mana shunaqa mavzularda maydalashib ketiladi, to'g'ri. O'zlari eskilar gapi bor-ku, o'rtada turgan bekafan ketadi deyshadi-ku, bejizga emas. Mana bular aytibdilar, to'g'ri, bular o'rtada turadigan shaxs bo'lib qoldilar-da. Haligi qo'pol qilib aytganda juda ko'p ustalar o'rtada turadigan ustaga yomon nazar bilan qarashadi. Ya'ni посредник deb qo'yishadi. Yo'q, o'rtada turgan insonni juda mas'uliyat katta bo'ladi. Mana tasavvur qilib, mana bizani obyektga chaqirdilar, gipsokardon ishiga. Ishlarni topshiryapmiz, boshqa bo'lamiz. Endi to'g'ri, u yerda ham qanaqadir uy egasini talabi bilan
Bular endi bilmanglarki, uy egasi juda ko'p odamlar birinchi marta qurilish qilayotgan bo'lishi mumkin-da. Birinchi marta qurilish qilayotgan insonga hamma narsa qiziq bo'ladi. Ma'nitini o'zgartiradi. Ertaga bitta videoni hozir ko'rasiz, ijtimoiy tarmoqlarda hamma narsa bor. Shuni Instagram kiradi, bir insonning videosini ko'rib qoldi. O'q deydi, men uni fasonini boshqacha qilaman deydi. Bular o'rtada turibdilarmi? Bular ketadi. Menga yetmaydi uy egasi. Bular ketadi. Farhod deydi, men shu patolonni o'zgartirib olaylik, pulini beraman deydi. Mayli ozgina xizmati bo'lsa beradi, keyin menga yetadilarmi? Endi shu yerda haligi inson ozgina bularni ham tushunish kerak. Bu inson o'zgartirayotgani yo'q, uy egasini talab bilan bor. Ozgina himmat qilish kerak, kelishtirib, mayli qilamiz, gap yo'q. Qo'limizdan keladi, qilib beramiz. Himmatli bo'lish kerak. Bularga, Farhod, qaraychi, $500 beradi. Men shu to'g'rilab olaman. Deyish kerak emas-da. O'rtada turgan odamga ko'p nagruzka tushib qoladi u holatda. Mana boyagi gapda, agar o'zini mana bular bilan ko'p gaplashganini shuni aytaman. Bizda ham bo'ladi, bularda ham bo'ladi-da, shu holat. Oka, sizlarda ham bo'ladimi deyman. Boyagi aytganlaringiz o'zini ro'para qilsangiz, gapira olmaydi. ya'ni gapirish u yoqda tursin, kliyentning oldida turish. Endi mayli, balkim kattalikdir bu. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganimni aytmoqchiman. Ya'ni turishni bilmaydi, ya'ni kliyentning oldida demoqchiman-da. O'zi men aytaman, ustalarga hunarni o'rgatdingiz, gap yo'q. Lekin shunga yarasha hunarni sotish ham baribir ta'limini berish kerak ekan shogirdlarga. Ya'ni qanaqa paytda o'sha qaysi joyga qanaqa narx aytiladi, nima joyi bonus qilish kerak. O'sha aytganingizdek suv chiqarganda haliginday qilib kerak emas. Guvohi bo'lganmiz-ku, o'zingiz bilan ham, siz ham guvohi bo'lgandirsiz-ki, ishingizni men mutaxassisi bo'lib, zo'r bo'lib, juda ham yuqori darajaga chiqib ketsangiz ham muomalangiz yaxshi bo'lmasa, uyda o'tirib qolishingiz hech gap emas, rizq Allohdan. Lekin ko'p joyda muomala hal bo'ladi. Biza shunaqa joylarda ishlaganmiz, pul bilan bitmaydigan ishlar muomala bilan bitib ketganda. Anaqada diplomatik bo'lish. Ham so'z kuchini qarang deyman-da, to'g'ri aytasiz. So'z kuchi katta-da baribir. Ko'p joyda to'g'ri foydalansangiz katta natija beradi. Hali o'zimda ham birga ishlagan odamlarimda ham bo'lganki, oddiy shu muomalasini deb qanaqa chuqur amaliga kirib ketganlarni ko'rganman, oka. Juda ham chuqur amaliga kirib ketishgan. Menda o'zimning tajribamda bo'lgan bitta misol qilib ketaman. Oldingi yil anaqa maktab qilganmiz-da. O'zbekistondagi eng kuchli maktab. O'sha maktabning ichida qilganmiz. U yerda sigaret chekish mumkin emas-da, oka. Endi gapiraman, to'g'rimi? Gapiring. Sigaret chekish mumkin emas. U yerda 30 ga yaqin bolamiz ishlayapti, 25 kun vaqtimiz bor. Bolalar ishlayapti. 60 ga kirgan prorabimiz ham tashqariga chiqib chakib yotdilar-da. 2007-yil bola oka chakibdi-da ichkarida. Ya'ni hozir aytayapsizki, maktab qurilishida ichida sizlar xizmatini qilib beryapsizlar. U yerda sigaret nosoy chekish mumkin emas. Yo'q. U hovlisida ham mumkin emas. Tashqariga chiqishingiz kerak. Shu joyda haligi o'rni bo'lib qoldi, gapirib o'tib ketding. Mana hozirgi kunda joriy qilinyapti. Imkon darajasida ko'p usta ukalarimizga yomon ko'rinsak ham, joriy qilyapmizki, obyekt ichida sigaret chekmaslikni. Olshani aytib ketaman, oka. Rasmini ham ko'rsatsam aka nima bo'lgan. Bolalar u chakib qo'ygan. 2007-yil bola sigaret chekib qo'ygan obyekt ichida. U men chakishni ham bilmayman uni. Tushunasizmi? O'zlaricha bekinib endi shu siri chakkan-da. Tashqariga chiqdik, keyin men o'zim aytganman Ahranaga. Har 2 soatda aylanadi-da. U nimadir yonyapti, kecha soat 3. Nimadir bo'lib yong'in bo'lsa, meni bolalarim ishlayapti, meni boshimda kaltak sinmasin deb aytayapman. Aylanib topyapti-da, u ham chakishga chakib pollatdan suv tashapti-da, yaramas, tushunasizmi? Bo'ldi, endi ertalabgacha uxlamaganmiz, oka. U yerda 3 ta starshigim bor, men borman, prorab bor. Bosh o'sha o'tirimizda ertalab nima bo'lar ekan deb, u yerda prorab anaqa Ahrani dalolatnomalar yozib qo'ygan bolani, shogirdim rasmiga olib. O'sha joyda oka, men pul bilan emas, muomalam ish bo'lib, ishim bitib ketdi. Vaziyatdan chiqib ketdik. Xo'sa, bir og'iz zo'r, oka, masalan, men o'sha yerda kechasigacha ishladim, u qildim, bu qildim deb turib gapirib tashlaganimda, oka, kerak bo'lsa uyingizdan olib chiqib ketadiganlari bor-da. Shunaqa odamlar uyda ishladik. Mashinani bagajiga solib kelgan ustalarni, endi kesib tashlaymiz. Bagajiga solib olib kelishdi bitta mebelchini, oka. Ana qilib yuravergan. Mashinani bagajiga solib olib kelishdi. Qancha deb bitirasan? Shunaqa odamlar bor, oka. Yashang. Shu ish yurg'izayotganda boy aytganingizdek servisni, shu xizmat ko'rsatishni sotish kerak.
o'zi imkon darajasida siyosat qilish kerakda. Usta har tomonlama siyosat qilish kerak. Usta bir hunarni qoyil qilish bilan usta bo'lib qolmaydi-da. Ustani yuksaltiradigan narsalar bu muomala madaniyati, o'sha mas'uliyat, birinchi navbatda mas'uliyat turadi ustada. Har tomonlama Har mas'uliyat. sohada mas'uliyat. Bu yerda gapiriladigan muammo, ya'ni hozir mana muammo deganingiz esimga tushdi, ta'kidlab yana o'tib ketaylik. Hech kimni, ya'ni adresiga qaratilmaydi. Biz o'z mashida gaplashilayotgan gaplar ham qaysidir hodisadan olgan xulosalarimizni gapiryapmiz-da. O'sha insonlarga emas, ertaga qaysidir videoni biz bu yoqda muhokamasini qilsak, demoqchiman. U odamga emas, o'z rostdan shunaqa biz ko'rgan bilganlarimizni muhokama qilamiz. Shu ishlanayotgan videolardan kelib chiqib ham mana bu yerda qaysidir mavzularni baribir yoritishga majbur bo'lamiz. Hech kimga, ya'ni husumatimiz ham yo'q. Buni hozir boshidan ham aytib qo'yaylik. Ertaga har xil vaziyat bo'ladi. Shunaqa. Undan ko'ra kontentni to'g'ri chiqishni o'ylash kerak. Hamma izda bo'lmasdan. Yashing, shu o'zimizga ham o'rinda tegishli bu. hozir akamiz aytayotdilar. Bizani bu loyihadan maqsad endi joyi keladi, xudo xohlasa loyiha navbatida qaysidir vaziyatni o'zimizni ko'rib, qaysidir kimdir akam, qaysidir usta akamizni video olib chiqishlari mumkin. Biz o'zimizning munosabatimizni mana shu podkast loyihamizda munosabatimizni bildirishligimiz mumkin. Bu degani haligi insonni yomon ko'rganligimizdan yoki u insonga shaxsiy adovat, husumat yuzasidan emas. Shunchaki mana o'sha insonlar o'zi har bitta mavzuni mana siz ham, men ham mulohaza qilib qo'yamiz. Har bitta videoyimni men o'zim to'g'risi 3-4 marta ko'raman, sheriklarimga maslahat qilaman. Agar u kattaroq mavzu bo'lsa, o'zim ishimdan tashqariroq, ommani mavzusi bo'lsa, uni men maslahatlashib turib, qani qatida xato kamchiligi bor deb keyin qo'yaman. Chunki mana bizani kuzatadigan insonlar, yosh bolalar ko'rmaydi, maktab bolalari ko'rmaydi-da bizani. Bizani kimlar ko'radi? Qo'lida puli bor, uyini qurilish qilayotgan aka-ukalarimiz ko'radi, ustalar ko'radi, hayotda o'zini o'rnini topgan insonlar ko'rishadi. Biz shuning uchun har bir mavzuyimizda imkon darajasida shaffoflik bilan yondashib, birinchi navbat shaffoflik, qaysidir tomonga og'ib olmagan holatda, keyin o'sha kengroq o'ylagan holatda olib chiqilsa, o'zi asli mavzuni muhokama qilishga o'rin qolmaydi. Ha, agar to'g'ri olib chiqilsa. Gapimizning mag'zi nimaki, biz video olib chiqadigan bo'lsak, nasib bo'lsa mana shu loyihada kerak bo'lsa o'sha kimdir aytiladi-ku, ya'ni qovun tushirib qo'ygan odamlarni ham kerak bo'lsa olib chiqamiz. Nimaga asoslanib shunaqa gapirishganligini shu tushuntirib berishadi. Balki biz noto'g'ri tushunayotgandirmiz. Balki. Bizga o'xshagan, chunki u boshqa narsani murod qilgandir. Videodan. Boshqa narsani maqsad qilganligi bo'lishi mumkin. Sababi bir tomonlama qarash kerak emas-da. Vaziyatga bir tomonlama qarab bo'lmaydi hech qachon. Ikki tomonlama, kerak bo'lsa 5 tomonlama qarash kerak, to'g'rimi? Chunki har tomonlama o'ylab ko'rish kerak. Bir inson bir narsani, balki yaxshi narsani maqsad qilgan bo'lishligi mumkin. Bizni boshqacha tushunyapti. O'sha sababdan shu yerga olib kelib, u insonni 1 minutlik videosini kerak bo'lsa 1 soat shu inson tushuntirib beradi ommaga, xalqqa, odamlarga. Endi muammolar haqida gapiradigan bo'lsak, aka, mana ko'pchilik Instagramdan kerak bo'lsa qo'yib borishadi. Obyektdan pulimizni ola olmayapmiz. Uy egasi oxirida pulimni bermadi. Ani malyarka sohasiga tegishli-da, men o'zim eshitganman, guvohi bo'lganim. Pulingizni deydi 30% ni olib qolamiz. Mana tasavvur qiling, malyarka ishingizni bitkazgansiz bir obyektni. Uy egasi aytadiki, 30% pulingizni olib qolamiz, 30% pulingizni uni mebelirovkalardan keyin, eshiklardan keyin beraman desa. O'zi mana o'zi gap bor-ku, ustani peshini teri qotmaguncha pulini bergin deyshadi. Usta mehnat qiladi, harakat qiladi, shu kunga nastroy qiladi-da, shu kuni bitqizaman, xudo xohlasa pulimni olaman deb uyda rasxodlari o'ziga yarasha rasxodni mo'ljallab qo'ygan bo'ladi. Shu vaziyat sizlarda ham bo'ladimi? Ya'ni oxirida 30% pulini olib qolaman yoki pulini oxirigacha bermayman, sudragan joylar ham bo'ladimi? Ko'p bo'ladi, okey. Bo'ladimi? Ko'p bo'ladi, okey. Endi o'sha narsani boshidagi kelishuvga bog'liq. Biz xato qilganda aytdim-ku, juda ko'p xato qilganmiz. Hozirgi kunda mijozlar bilan kelishuvni puxta qilishga harakat qilganmiz. Boyiga bo'lib ketyapti. Boy aytganimdek, tizim degan narsa o'zimiz nomlab olganmiz dedim-ku. U yerda biz mijozimizga bergan bo'lamiz. Nimalar yozilgan bo'ladi u yerda? Qanaqa pul yechilish tartiblari, ish qanaqa qabul qilib olishlari, meni javobgarligim, tegida mijozimizni nimalari amal qilish kerak bo'lgan narsalar. U yerda pul masalasi bor yoki deylik, siz ko'p olib chiqasiz, nima? Tahorat masalasi yoki-da obed masalalari, hamma narsasi mijozga nima uni vazifasi bo'lsa, hammasi yozib qo'yilgan bo'ladi. Pul yechilish tartiblari, o'shani ko'rib chiqib,
uni ham men rasmini tashlayman, videoga olib gapiraman и yozganlarimga audio сообщение qilib turib, kommentariya berib tashlab beraman. Tushuntira oldimmi? 3 xil variantda tashlab beraman. Uje uni keyin ular отказ qila olmaydi. Ish davomida agarda men o'sha rejadan chiqib ketmasam, Xudo xolisi mijozli muammo qilmaydi. O'zi nimadan muammo chiqadi, oka? O'ylaganmisiz hech? Chuqur o'ylaganmisiz? Nimadan o'zi muammo bo'ladi? Men o'zim o'ylayman, o'sha kelishuv puxta qilinmaganidan bo'ladi. Asosiy muammolar. Nima deysiz? Hodisaga. Shunaqa kelishuv, birinchi o'rinda kelishuv. Mayli kelishuv bo'lganda ham, ya'ni nima deydi? Katta narsalar va'da qilishmi? Xuddi shunaqa. Siz o'zi o'sha narxga loyiq ish qila olasizmi, qila olmaysizmi o'zi? Aslida. Ba'zi o'sha kelishuvga boryapti-da bu yerda. Ben bu shanga boradi. Unda kelishdingiz ham deylik. Kelishdingiz ham deylik. Nimaga muammo bo'ladi desangiz, o'zi klientlar ko'p turga bo'linmaydi o'zi. Orada fitnachilar bo'lib qoladi. Mijozlar ham hozirgi kunda aqlli bo'lib ketgan, Instagramdan ko'rishadi. Mana men bunaqa narsa qilyapti degan vaziyatda siz o'zingizni ishingizni mutaxassisi bo'lsangiz, siz o'sha videodagi narsa bilan sizni obyektingizda bo'layotgan holatni keltira bilishingiz kerak. Aloqasi bormi, yo'qmi? Yashang. Uning uchun sizda ilm bo'lishi kerak. Holat o'zi qanaqa. Muammo nimadan kelib chiqadi? Shu kelishuv o'sha ishga sidqidildan qilyapsizmi o'zi? Siz loyiqmisiz? Bu yerda faqat mijozlarni o'ylashda emas, asosan mijozlar ko'p joyda haq bo'ladi o'zi, okay? Tushuntira oldim? Klientlar o'zi haq bo'ladi. Nohaq klientlar ham bo'lib qoladiki, ishni tushunmaydi ular. Uni siz tushuntira bilishingiz kerak. Uning uchun sizda ilm bo'lishi kerak. Emotsiyada mijozlar bilan gaplashib qo'yish kerak emas deb o'ylayman. Men ko'p joyda ustalar shunaqaki, boya siz aytayotgandek, peshana ter qotmasdan pulini berish kerak degan narsani ushlab olinadi-da. Bu yoqda o'zi ustachiligiga to'g'ri keladigan ish bo'ldimi, bo'lmadimi o'zi? O'sha narxga. O'sha narxga. Ya'ni o'sha narx taqalaverasiz-da. Mana Samarqandga birga bordik-da, okay? Boshida ham siz aytdingiz, hunarmandchilikda O'zbekiston ancha oldinda bo'lganda, bizning ota-bobolarimiz juda kuchli hunarmandlar bo'lganda, oldingi ustalarda haybati bo'lgan. To'g'rimi? O'sha narsa nega yo'qolib ketyapti desa, shu to'g'ri, hamma tirikchilik qilish kerak, hunarni ketidan pul topish kerak, lekin faqat maqsad pul topish emas-da u yerda. Faqat pul topish emas-da. Hunar rivojlantirgandan qanaqadir haybatingiz bo'lishi kerak, yo'kida o'sha himmatingiz bo'lishi kerak, qanaqadir joylarda siylab borib, shunaqa joylari bo'lishi kerak. Men o'zim uyimda otam qurgan imoratlarida ustalar ishlaganda, adam ayturadilar, mashina olib berganman deydilar-da. Ha, ustalarni uyiga olib kelish uchun mashina sotib olganmiz deydilar-da. O'sha paytda ustalarning hurmatini ko'ryapsizmi, aka? Ustalarning hurmatini. Hozir bu narsa yo'qolib ketdi. Nimaga desangiz, aynida-da, ustalarning o'zimizda ham kamchiliklarni ko'ra bilishimiz kerak-da. Faqat peshana terimiz qotmasdan pulimizni olishimiz kerak deb yotib olmasdan, o'zi nima bo'lyapti o'zi? Men shu narsalarga loyiqmanmi deb o'zimizni ham ustimizda ishlashimiz kerak. Bitta narsa ustani hozir nimaga obro'si tushib ketgan. Siz o'z o'ylab ko'rganmisiz nimagaligini? Ya'ni aytasiz, o'zimizda ham ayb bor deysiz. Men endi o'zimcha o'ylaganman-da, o'zi ustalarning obro'si to'kilishiga katta sabab bittasi yolg'on, eng yolg'oni. Obro' juda ham tushiradi. O'zi insonning obro'sini tushiradi, keyin ahdiga vafo qilmaydi. Muddat masalasi. Omonatiga xiyonat qilib qo'yadi. Uy egasini. Mana shu narsalar bo'lgandan keyin bo'ldi, ommadan ketadi-da, ikkita uchta ustalarda kuzatdimi? Mana shu narsani yoki qarindoshdan ishladi yoki bundan ishladi. Men birinchi kasb, mana shu kasb tanlaganimda qarindoshlarim aytadi. Pulingni berishyaptimiz-ku deyishardi. Mana shu boya aytdingiz-ku, o'sha kelishuv qilinganda usta biladi, shu uy egasi buyurtmachi deylik, buyurtmachi. Ya'ni o'tda uy egasi desak no'g'riroq bo'ladi. Sababi mijoz yoki buyurtmachi deylik. Sababi o'tda prorab bo'lishligi mumkin. Biz bilan gaplashayotgan odam. Mijoz. Tender qilishi mumkin, a? Tender qilishi haqqi bor. Har xil ustani chaqiradi bir soha vakilini. Ya'ni hamma bitta malyarka sohasi bo'yicha yoki gipsokarton sohasi bo'yicha har xil ustani chaqirib o'sha soha bo'yicha narxini biladi, gapini eshitib ko'radi. Shunda ustaning eng katta xatolaridan biri keladi-da, biladi, boshqalarni ham chaqirganini biladi. Shu ishni olishlik uchun, shu ishni o'ziniki qilib olishlik uchun katta va'dalar beradi.
katta ketadi-da. Men yorib yuboraman, chochib yuboraman, voy deydi, chiroq yoqib tekshirib olasiz, xohlasangiz andoq qilasiz, mandoq qilasiz deydi-da, haligi odam unga ishonib qoladi-da. Ha, u katta va'da qilindi. O'sha to'g'ri taqsimlamaslik sababidan o'sha boya aytganingizdek, vaqt masalasiga taqalib qoladi. O'zi ko'p kelishmovchilikka ketilgan vaqtga bitkazmaslik to'g'ri kelib qoladi-da. Ana o'shalardan o'zi kelib chiqadi boyiga tushunmovchiliklar, o'rtadagi kelishmovchiliklar-da. Ko'p shu narsalarga ko'proq ahamiyat berish kerak ustoz. Bu narsada ko'p ta'zirimizni yeganmiz, aka. Bizadan o'tgan bu narsalar. Ya'niki shu vaqt masalasi. O'shaning uchun vaqtga qarayveramiz. Biz boya yana o'sha narsaga aytamiz, talab deymiz-ku. Farqi yo'q. Hamma o'zini vaqtida ishlasa, mana reja qildingiz, srokka ish gaplashdingiz. Ish vaqti ya'ni 9 dan 6 gacha bizada. 9 da emasda, xolasa deyman, 9 dan ertasi kuni ertalab 8 gacha ishlasin, lekin 9 da ishda bo'lsin ustida deyman. Tushunasiz? Davomiylik bo'lish kerak. Bir kun men ishlab ko'rganman, mana hamma ko'pchilik biladi, 24 soatlab ham ishlaganman, okay, paytida. Uxlamasdan. Juda ko'pchilik yaxshi biladi buni. Oxir sog'lig'iga ziyon bo'lgan o'sha narsa. Shuning uchun men aytaman, 9 dan 6 gacha ishmi? Bo'ldi, 9 dan 6 gacha ish. Bo'ldi, 8 gacha 10 gacha ishlamang-ni. Rejim qilish. 9 dan 6 gacha puxta ishingni qil, bo'ldi. Agar siz aytganingizdek, misol uchun mana shu, biz endi 8:30 dan 7 gacha qilib qo'yganmiz ishni. Men aytaman, mayli 9 dan 6 gacha usta bosib ishlasa, obedda 1 soat dami bor, bosib ishlasa, haftada 1 emas 2 kun dam olsa ham bo'ladi deyman. Unda agar tizimga solsa shu narsani dushanbadan jumagacha, mana shu narsani qiladigan bo'lsa, o'zi 2 kun dam desa hamma baqir-chaqir qilib-ku, men navrot xursand bo'ldim ustalarga. 2 kun shanba yakshanba ishlash mumkin emas desa, voy ando. Ko'p qavatli nimaga ustalarni hurmat qilmaydi? Kecha bitta aka bilan gaplashamiz. Nimaga ustalarni ko'pchilik hurmat qilmaydi? Men ko'p o'ylayman-da shu narsani. Mijozlar bilan ham gaplashsa yoki boshqa qiladigan bo'lsa, sal anaqasi tut. Nimaga? Chunki umri ishga boradi, ishdan keladi, mana shunaqa bilan o'tgan. Faqat pul topish bilan o'tganda, yomon emas, yaxshi, mayli, xo'p, lekin ozgina nima deydi? O'ziga ham vaqt ajratish kerak deb bilaman. Любой inson ham usta bir haftada bir marta bo'lsa ham o'zini qaysidir mayli bitta kitob, badiiy kitob bo'lsa ham o'qisa ham yoki hujjatli film ko'rsa ham sal krugozo'r kengayadi, mijoz bilan gaplash, boya aytibsiz, qanaqadir muammo bo'lsa asosida bera olmaydigan ustalar ham bor. Muammo bo'ldi, u faqat ish qilib kelganda, mijoz bilan gaplashmagan. Alisher akam aytadi, usta deydilar, Malarko'z. Usta nima usta deyiladi? Deb bir savol beryaptilar Samarqandga ketayotganda-da. O'sha bitta soha emas, o'sha nima deydi? Boyaga aytganingizdek, boshqa masalalarda ham usta bo'lish kerak-da, mijoz bilan gaplashishda ham, ya'ni. Shu muammo bo'ldimi, o'shani asoslab bera oladigan darajada, ya'ni fikrini ifoda qilish kerak-da, lekin uni hamma usta ham qila olmaydi. O'shaning uchun men aytamanki, video olib chiqilayotganda ko'p aytamiz, o'zimizga ham tegishli bu gap. Boshqalarni ham o'ylash kerak. Viloyat bo'ladimi? Butun O'zbekiston, biz o'zbek zabonimiz, o'zbeklarni o'ylab turib gapirmasa, ertaga mijoz bilan buni o'rtasida boyaga aytganingizdek bizani videoni ko'rsatib turib, mana men bunaqa-ku, men sendek bunaqa qolsan, u asoslab bera olmaydi. Uniki to'g'ridir. O'sha vaziyatda, chunki biz turmayapmiz u vaziyatda. O'shani asoslab bera olmaydi. O'shaning uchun aytmoqchimanki, muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha iloji boricha asosi bilan asoslab bersa, inshaalloh nima muammo chiqmaydi.